Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Ismim Islombek. Shaxsiy SAT ballam 1170, ingliz tilidan 770 olganman, matematikam 800 chiqqan. Xo'p, demak sizlar bilan biz Xudo xohlasa SAT writing kursini bepul tarzda YouTube'da borishda niyat qildik va Xudo xohlasa bu kursni iloji boricha hamma uchun, ya'ni SAT boshlayotganlar uchun maksimal foydali qilishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi o'rinda boshlashdan oldin o'zi bu kurs kimlar uchun? Kimlar ko'rish kerak? Kimlar foyda oladi, to'g'rimi? Xo'p, birinchi o'rinda bizda demak eng kamida sizni grammatika o'qigan bo'lishingiz kerak ekan boshida, ya'ni ingliz tilini tugatib, zamonlarni, uncha-muncha so'zlarni haligi yodlagan bo'lishingiz kerak, yaxshiroq tushunishingiz uchun. Bu eng kamida. Endi undan keyin misol uchun siz sıfır yo bo'lmasam IELTS ya'ni misol uchun IELTSdan 6,5 sıfırdan o'sha B2 plus olgan bo'lsangiz ancha yaxshi foyda olasiz. Ya'ni SAT writing kursimiz bizda bu 0 dan boshlanmaydi. Sizni baribir darajat bo'lishi kerak, чтобы yaxshiroq tushunishingiz uchun. Demak, agar siz darajangiz mos tushayotgan bo'lsa, davom etsak bo'ladi. Bu darsimizdan maqsad biz kursimizga kirish qilish, ya'ni kirish qanday bo'lyapti, darslar qanaqa bo'ladi, nimadan qilamiz, qay tartibda ketadi, shular haqida gaplashar ekanmiz. Demak, kirishdan keyin sira savol qo'yapmiz. Demak, nima uchun writing qismini yaxshi o'rganish kerak? Right? Ya'ni siz birinchi o'rinda nima qilayotganingizni muhimligini bilib oladigan bo'lsangiz, o'sha ishni qilishga bo'lgan motivatsiyangiz ancha yaxshi bo'ladi. Bemalol misol uchun zerikmasdan full haligi o'zingizni berib dars qilasiz, o'rganasiz va shunga yarasha natija ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, nima uchun writing muhim? Demak, SATda yangi bo'layotganlar uchun aytadigan gapimiz shuki, SATda bizda jami 27 ta question bor. Ya'ni 27 ta question. Bu 27 ta questionda ichida xo'p so'zlar bor, reading bor va writing bor. Writing o'sha biz grammatikamiz. Xo'p, endi bunda o'z-o'zidan SATni demak reading qismi qiyin. Chunki unda nimaga? Bizda logicni test qiladi. Siz ya'ni fikrlashingiz, tekstni o'qib tushunishingiz, ya'ni so'z boyligingiz ham ketadi orasida misol uchun. Lekin eng asosan demak o'sha logic yo bo'lmasa buni biz reasoning deymiz. SAT is a reasoning test, right? Siz qanaqa reasoning qilyapsiz? Sizni fikrlashingiz qanaqa, bitta ma'lumotdan kelib chiqib nima deya olasiz? Shular test qiladi. Ya'ni reasoning qismi shuning uchun qiyin. Lekin bu bizning sistemaga o'xshab ishlamaydi. Ball berishi bizda 800 ball beriladigan bo'lsa, demak, mana shu 800 balldan aynan ko'p ball olish uchun iloji boricha siz testni qiyin savollarini emas, oson savollarni yaxshiroq ishlashingiz kerak. Nima uchun? Chunki siz agar qiyin reasoning savollarni 100% ishlaydigan bo'lsangiz, yaxshi topadigan bo'lsangiz, u topganingizga sizga misol uchun ball bermasligi mumkin. O'ta qiyin savol bo'lsa misol uchun, yo bo'lmasam oddiy qo'yayotganda 100% reading ishlagandan 100% writing ishlagan yaxshiroq. Nima uchun? Chunki SATda mana bu oson savol turida, ya'ni writingda xato qiladigan bo'lsangiz, sizni umumiy ballingizdan, ya'ni mana bu 800 balldan ko'proq ayirib olish mumkin. Demak, maqsadi borlar, ya'ni 1200 plus, ya'ni ilm olish xohlayotganlar, yo bo'lmasam roson ham tepa qilib Englishdan 650 plus, 700 plus olmoqchi bo'lganlar uchun ular writingda master qilish shart, ya'ni 100% zo'r bilib kirish shart. Misol uchun o'sha 650 plus, 700 plus olayotganlar hammasi writingda xato qilishmaydi yo deyarli xato qilishmaydi. Ya'ni ular writingni zo'r bilishadi, grammatikasini. Shuning uchun ballini oshirmoqchi bo'lganlar, tezroq oshirmoqchi bo'lganlar va iloji boricha deb olmoqchi bo'lganlar uchun writing o'ta muhim. Demak, tushundik. Endi o'zi writing bizda qanaqa bo'ladi? SATda bu IELTSga o'xshab, CFRga o'xshab qanaqadir essay yozish emas. Essay emas bu narsa. Bunda bizda test bo'ladi. Ya'ni test ketadi sizda. Va mana bu hozir men misollar qo'yganman, hammasiga bular ko'rib chiqamiz bitta-bitta. Test bu umuman 20 ta question bo'ladigan bo'lsa, bularda hammasi boshidan oxirigacha A, B, C D.
Matematikada misol uchun bizda yozma javoblar bor, ba'zilarida, ba'zi qo'shinlarda, lekin bunda hammasi boshdan oxirigacha A, B, C da shunchaki javoblar tanlasangiz bo'ldi ekan, A, B, C da. Xo'p. Demak, writing chumol tizimligini endi umuman o'zi writing qiladigan bo'lsak, biz bu kursda nimalar qilamiz? Demak, tepasiga yozib qo'yibmiz 10-15 qilib. Buni ma'nosi o'zi umuman mavzular bo'yicha bizda 10 tadan maksimum 15 tagacha dars bo'lar ekan. Va bu darslarda misol uchun orasida praktikalarda bir nimalarni biz bu kursga qo'shmaymiz. Siz ularni mana bu yerdagi Telegram kanaldan kirib topsiz bo'ladi. Ya'ni mavzu o'tiladi va esa beriladi. Lekin analizlari misol uchun savol turlari bular hammasini mana bu kanalga video shaklda qilib tashlaymiz. Xo'p. Demak, writing o'zi bizda qanaqa bo'lyapti SATda? Bizda ikkita asosiy domain bor ekan, expression of ideas va standard English conventions. Shu ikkalasi bizda test qilinar ekan. Expression of ideas da o'zini ikkita subtype bor, ya'ni quotient typelari bor. Buni ham o'zini ikkita quotient typelari bor, right? Ya'ni umumiy bizda 4 xil quotient type bizda butun mana bu SAT writingni tashkil qilar ekan. Biz birinchi bo'lib bundan boshlayapmiz. Expression of ideas, ya'ni fikrlarni nima qilish, ochib berish, express qilib berish. Birinchi o'rinda transitions. Transition savol turi qanaqa bo'lyapti? Transition savol turida oddiy qilib aytganda sizda birinchi gap ketadi, nuqta, ikkinchi gap ketadi, nuqta, right? Ular o'rtasida ochiq joy bo'ladi. O'sha ochiq joyga siz ikkita gapni o'rtasidagi connection, ya'ni bog'lanish qanaqa bo'layotgan bo'lsa, o'sha ma'noni beradigan so'z qo'shishingiz kerak, right? Ya'ni misol uchun ko'rib olish mumkin. Hozir bu transitionsni alohida ko'rib chiqmaymiz, ya'ni dars o'tib mavzuni tushuntirmayman. Shunchaki mana misol beraman, haqiqiy imtihonda qanday ko'rinadi. Har qanaqa English savol, ya'ni SATda har doim chap tomonda tekst keladi sizda, o'ng tomonda question hamda javoblar keladi. Har doim shunaqa. Bu ham o'sha grammatikaning bir turi bo'lgani uchun, misol uchun 27-questionda 21-si shu ekan. Mana o'qib o'zingiz bir ishlab ko'rsangiz bo'ladi. Men buni hozir tushuntirmayman, qana bo'lishini. Shunchaki javobni o'zim aytib qo'yaman. Siz qiziqishga ishlab ko'rsangiz muammo yo'q. Demak, qatirasiz, ishlab ko'ring. Men bo'lsa javobni aytyapman. Demak, javob bunda D bo'lar ekan. Xo'p, davom etamiz. Bunisida. Bu ham o'sha transitionga bitta misol. Buni ham bir ishlab ko'rsangiz bo'ladi. Javob esa A bo'lyapti ekan. Davom etamiz. Endi keyingi quotient type'imiz bu rhetorical synthesis. Ya'ni bu original nomi bizda shunaqa, College Board tomonidan, ya'ni shu SAT'ni olib boradigan organizatsiya tomonidan qo'yilgan nom rhetorical synthesis. Lekin biz uni mana bu savol turida har doim a student has taken the following notes qilib turib note bergani uchun pastda buni qisqagina notes ham deb atar ekanmiz. Xo'p, notes qanaqa ishlanadi desa, notes shunaqa narsaki, siz mana bu A, B, C da o'qiydigan bo'lsangiz, hammasi notesga mos tushadi. Lekin vazifangiz aynan manitdagi savolga javob bo'ladigan optionni tanlashingiz kerak A, B, C dan mana buni ishlatgan holatda. Misol uchun bir o'zingiz sinab ko'ring. Javob D bo'lar ekan. Xo'p, davom etamiz. Endi keyingilari ko'radiganlarimiz bu bizda form, structure and sense. Bunda ya'ni standard English conventions ichiga kiryapti. Bu oddiy aytganda grammatikasi asosiy qismi mana shu yerda bo'lyapti. Ya'ni form and structure and sense. Ya'ni bu nima? Form, structure and sense. Bunda nimalar o'tiladi desa, bunda asosan zamonlar, verbs, ya'ni fe'llar, birlik, ko'plik, egalik, shunga o'xshagan, ya'ni to'g'ri so'z qo'yish asosan. Mana bu structure, ya'ni form qilish, structure qilish, sense olib kelish, ya'ni ma'no chiqarish, shunga o'xshagan narsalar. Xo'p, misol uchun mana buni ishlab ko'rsangiz bo'ladi. Bunda misol uchun verb qo'yish. To'g'ri, moslab qo'yish. Buni javob deyamizda explore ekan javobimiz. Davom etamiz. Bunisini ham ko'rsangiz bo'ladi. Bunda demak javob D ekan. Endi boundaries. Boundaries bizda o'zi nomidan kelib chiqibdi, ya'ni как to'siqlar. Tarjima qilamiz boundary. Ya'ni nuqta, virgul, nuqtali virgul, chiziqcha, qauslar, shular hammasi boundaries kirib ketar ekan. Mana sizga bitta misol, mana qarang, hamma nimalar ketyapti, punctuationlar ketyapti bizda. To'g'ri javob tanlash kerak. Qilib ko'ring.
Demak, javob D ekan. Xo'p. Hozir endi agar misol uchun ba'zi bir kodlar ishlanmagan bo'lsangiz, o'xshamagan bo'lsa, muammo yo'q. Bu birinchi marta ko'ryapsiz. Даже hech nima tushuntirmasdan shunchaki beryapman, ishlab ko'ryapsiz. Xato chiqishi tabiiy. Agar chiqqan bo'lsa, topgan bo'lsangiz zo'r. Juda yaxshi. Endi xuddi mana shu 4 ta question type'ni biz mana shu 10 ta 15 ta video darslar davomida ko'rib chiqamiz. Asosan bularga ko'proq dars ketar ekan. Bular bo'lsa 2 ta 3 darsda bo'ladigan mavzular, right? Va muhimi esdan chiqmasin, bu 10 ta 15 darsdan keyin misol uchun siz umumiy nazariy bilim olasiz, xudo xolasa, lekin uni yaxshilash, testda to'g'ri ishlatish uchun baribir praktika kerak. Shuning uchun albatta mana bu kanalga tashlaydigan praktika videolarimizni ko'rib borishingiz kerak, right? Xo'p, endi writingda biz kitobdan o'tadigan bo'lyapmiz. Book kitob bo'ladi. U kitobni ham biz mana bu kanalimizga tashlab qo'ygan ekanmiz. Kirib ochsiz, bu yerda nafaqat mana bu writing kitobi, balki hozirgi paytda aktual bo'lgan, o'zim ishlatadigan, misol uchun matematika hamda reading kitobini topasiz. Telegram ochasizda O'zbeksat deb yozsangiz, demak chiqar ekan hammasi. Menimcha kirish uchun va writing o'zi nima, qanaqa savollar bo'ladi, nimalar qilamiz, gaplashib oldik. Endi qolgan narsalarni darslar davomida ko'rib ketaverar ekanmiz. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi. Bugungalikka esa shular. Hammaga rahmat, vaqtingiz rozi bo'ling. Sog' bo'linglar.